Masalan, hozir mana bu stanokli 10 grammdan 500 grammgacha mahsulotlarni upakovka qiladi. Mana mega semichka. Mega semichkachilar juda ko'p bizda mahsulotlar bo'lgan, aynan. Xuddi shunaqa mega semichka. Mana shu holatda ham, mana shu razmerda ham shu stanokni upakovka qiladi. Kerakli razmeri qo'yiladi. Qancha kilogrammdan qancha grammgacha? Xo'p, buni grammi hozir aytdim. Bunda 5 grammdan 500 grammgacha. 5 grammdan 500 grammgacha. 5 grammdan 500 grammgacha. 5 grammdan 500 grammgacha. Endi mana bu dozator. Dozator nima degani? Dozator faqat bu mana 2,5 kilolik, bu 5 kilogacha. Dozator deylik masalan mahsulotingizni grammlamoqchisiz. Tarozda bitta o'tirilmaydi-da. Aha. Bunga hisob qo'yasiz 20 kilo. 20 kiloni ko'taradi bu. 20 kiloni ichiga hisob qo'yasiz. Deylik masalan shakar deylik. Shakarni 20 kilosini hisob qo'yasiz. Bu yoqda kerakli grammigacha grammlab olasiz. Deylik masalan 50 gram. 50 grammdan o'sha kerakli knopkalarni bosganingizdan keyin avtomatik nima deydi, bu yoqdan deylik minutiga eng kamida 30 tadan upakovka qiladi. Upakovka emas, 30 tadan grammlab beradi. 10 grammdan 2,5 kilo. Kimgadir ham 2 kilo kerak. Kimgadir ham 20 gram kerak. Bu stanoklarga qancha kafolat berasizlar? Masalan, hammasi har xil. Eng kami 6 oydan 1 yilgacha. 6 oydan 1 yilgacha. 6 oydan 1 yilgacha.